Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bag'at avtomarketdan sizlarga bugun zo'r narxda Malibu 224 ko'rsatamiz. Diqqat bilan eshitinglar, tan narxini 190 million so'm 2018-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 224. Mashina 167 ming yurgan, trassiyasi rodnoy metan gazda qo'yilgan, pokoleniya plus 4 dona yumshoq balonlarda qilgan. Mashinamiz shumka bo'lgan, tonirovka bo'lgan, raychenasi bor. Salon sostenalari ko'rsangizlar bo'ladi. Lyuklari bor, salon sostenalari yaxshi holatda turibdi. Mashinamizda hech qanday kamish-kumuslar yo'q. Bahosi zo'r, 190 million so'm. Eng qiziqarli joyi, zo'r joyi. Oldindan bir 120-130 million so'm beradigan bo'lsangizlar, qolgan pulni bir 3-4 oydan keyin bersangizlar ham bo'ladi. Avtokredit, barter, xalq rolanda savdoni nasib qilamiz. Kimga shumali bo'lsa qiziq bo'lsa, Bag'at avtomarketga murojaat etaverasizlar. Buning narxdagi mashinalarni o'tirib olmaslik uchun bizlarga obuna bo'lib, like-ni bosishdan chiqmasin.